Allah paxtarika bisheba Xurrichi balan tirik cho'teba Hammani demay chidandim yemay Bu yesin lazzatni do'stlarga demay Barikat xosligim bordur Maqtash behojat rostligim bordur Barikat Kim o? Tez yollanma yetkizgichi. Yaxshimisiz efendim, meni chaqirib chiqgansiz. Kira. Nima yetkazatdingiz? Mashinami? Ha? Munosabatli fikrlaringizni to'ldirib o'tgan bo'lsangiz. Mushagimi? Ha. Bo'ldi. Bu telefon nomeringizni kirgizmabsiz-ku. Ha, telefon nomeri kirgizsam bo'lardi. Voy, tez yo'llanmadan chataq chiqsa kimga yo'lida? Voy, chataq chiqmaydi, ansirmagina adres qarsanglab tushunsa. Adres? Ha. Bu yo'llagan o'rin mehmonxona, topshiriq oldigan o'rin hujra? Ha? Bu hujra degan qaysi ayol qurib ketdi? O boshqa emas. Ay. Ha? Bu topshirmoqchi kim o? Mening ayolim. Ayolim? Bu qiziq gap bo'ldi-ku. Moshinchilik oraliqqa meni chaqirtdingizmi? O'zingizlar kirpasangiz bo'ldi ekan tuqqay asli. Ne degansa, o uyga men kirib bergan ish bo'lsa, o'zimni kirib beradim. Bakalım pul berib, nima ish qilmay uyga kirgizib, ha? Ha, yetkazsam bo'ldi. Ha, yetkizish haqi 10 qo'y. Qara. Topshirmoqchida o'z to'laydi. Ha? Bu qanday gap bo'lib ketdi-mdi? Tez yo'llanmangiz, topshirilar. Tez yo'llanma? Ha? Men to'rdan bir narsa olmagan. Ha, to'rdan emas. Ha, yonda ko'ydagi akamiz yo'lladi. Ha, o'qing. Bizning xizmat prinsipimiz va topshirmoqchining yo'llanmasini o'qisak bo'lmaydi. Voy, men ruxsat berdim, o'qiyvering. Siz ruxsat qilgan ekan, hamsa o'qidim. Oil deganda mehr muhabbat bilan tutilmas, so'qish bilan emas. Ikkimiz yana mushundaq batnishib yur. Xeyt ajab satgina. Batnishib yuraylik. B. Mendan kechirim so'rang. C. Javobingizni kutaman. Bu bir tanlashga. Qaytiraytan. Qaytirishdan burun qaytirishdagi aniq sababingizni deb bermasangiz qaytarilmaydi. Bu bizning xizmat prinsipimiz. Voy, ajab bir prinsipingiz chiqga. Qaytolmamsiz? Qaytolmaymiz. Ma'qul. Undaq bo'lsa deb qo'ying. An tanladim. Shahar ishchigami yoki ichki o'lkalarga yo'llaydigan yo'llanma? Voy, mush uyning ichiga. 700 shaq 10 qo'y. Qaysi taraf to'laydi? Ona qo'sh 5-dagidan pulni kim to'laydi? Tez yo'llanmangiz, topshiringlar. Buni alpas qanaqroq? Alpas? Normal. Normal. Nima aytdi? Xo'sh qara. Ani tanlaganligini bildirdi. Ani. Men ham birini yo'llayman. Nima yo'llaysiz? Gap? Mazmuncha? Mazmuni? Mush gapimning yoki talaffuzni, yuqori tuvanlikni, udarni, hammasini o'xshashli do'rab bersam bo'ldi. Ovozli quchur. Ovozli quchur. Bayba! Tular salıqma. Gap bağınsang anla. Bo'lmasa mayda yuqal. Bo'lmasa putang tepib tiriqing chiqaritma. Anladingmi? Mushundaq deb bersam bo'ldi. Ana esimda qolgan bo'yish deb baqay.
Maymaq. Ma o'yin tutsang tut. Bo'lmasa nega borsan bor. Agar tutmaydigan bo'lsa, men putonga tepib tirnog'ini chiqarib o'taman. Bo'ldi. Mo'shtonga endi g'azab ochiqni chiqarib, ashunga birilib qo'qitib qo'yasan bo'ldi. Maymaq. Nima oqsaliq sana? Ma o'yin tutsang tut, bo'lmasa nega borsan bor. Agar o'yin yaxshi tutmaydigan bo'lsang, putonga tepib tirnog'ini chiqarib o'taman. O'shin. Bo'ldi. Endi san bo'ldi. Yetkizsak 10 koy. İşkanı deyişmağın mı ya? Tez yollanmaya sapşır bile. O yeni mevetti. Gepevetti. Hadi. Mayma! Nime öğünü çıraylık tutmaysan, öğün çıraylık tutsan tut. Olmasa ne varsan bak. Ben sana dep koyay, eğer çıraylık tutmaydıgan bolsan, puton tepip tırnağını çıkarıp öteme. Meni nime uğursayız? Tez yollanma! May şapılaqni muz süret, muz tezlik bilen yetkizip koyuyorum. Yetkizsek 10 koy! Qay süret öyleydi? Her bolaptı. O ayaqcha qo'qib ketdi. Men gapavatdi. Tez yollanmangiz tapşır bilen. Mishni yolladı. Bir yer xato go. Buni surati bilan kuchsan, xotinimga o'xshamayotdi. Men eslab baqay. Ha, mushundaq bo'ldi. Mana o'zi. Men sal o'xshidi xotinimnikiga. O'xshidi, o'xshidi. Kim uribdi? O'de. Men yana bir narsa aytdim. Nima yollaysiz bu qita? Qo'y. Qo'y? Nech qo'y? Ya, nech qo'y emas. Naqsha. Naqsha? Kuydan kuy. Kuy. Qaysi kuyni? Ayrılmaylı mengüge cinim. Çıkıp kalsa pul bu yerden. Yarışıp kalaylı mengüge cinim. Ayrılmaylı mengüge cinim. Bu naqshining, bu kuyning mazmunidan qaraganda ishkanga sal xapilishib qolgan ahvol bor, ha? Meningcha cho'ng ish yo'qdek turdi siz. Zaten nima ish oldi bir deb beqing, men anglab baqay. Desem gap chiq. Gapchi? Onun qalbida men faqat yo'q. O'ranglarda biraylan tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Voy, yo'q. Birayla emas. Pulning ishi pulning. Pulni? Xotinim Bekchan. Mening maash kartamni ash tutdi. O'g'il bola. Aylık pulunu aşı berdi. Hani bu hammasi o'lish uchun. Lekin men akshi o'g'an ekanimda qayslaydiganga endi daraq pulimiz yetmaydi. Yeri 200 ga berib qo'ysa kimga yetadi u? Ig'ir keldi-da. Shuning bilan men bu shu andamada adab pul tiqib qo'ymiz-ku. Shuning pul tiqib qo'ysam, shu tepapti ekan, shuningga sal yomonlab qoldi. Yana o'ta mani saqib qola, ana ochiq yinib qolasam, faqat yetmayotdi. Shuningga ochig'im keldi. Qo'yitaysam yaxshi ko'rib olgan xotin shuningga tushunishlik. Bo'lamiz gapimiz qaytayli. Yiliq kuybek sal murakkabga yana bir o'qib bersangiz, men bir ism saqlab olay. Ma'qul. Ayrılmaylı mengüge cinim. Ayrılmaylı mengüge cinim. Çıkıp kalsıma uya biyadım pul. Yarışıp kalaylı mengüge cinim. Ayrılmaylı mengüge cinim. Bo'ldi, naq bu shu. Bo'ldi. Xotin tasirlansin, Ma'qul, yetkizsak 10 koy. Xotin to'laydi. Nima tugimiga xotin to'laydi u? Ya, birisi to'lamaydi. Tez yollanmangiz topshirib bilan. Yendim yolladı. Vaqitim kuyaverdi. Köy? Ayrılmay. Ayrılış, gene ayrılış.
Ayrılış. Ayrılış. Ayrılış. Ayrılış? Ha? Çıkın menden ajrashmoqchi ma? Onamsa? Meni nima ursiz? Nima ajrashma deysa? Voy senlaysan bu! Desam qada qiladi. Voy men demedim buni a dedi. Yo'qlama. Voy sen yo'qla başla. Sen yo'qla başla. Voy men dedim buni dedim mi? A dedim bu a dedi. Voy nima men? Voy nima? Pulim to'layapman. Lan bir sıkı ayrılışmadan nima xotin bakıraysa? Voy men xotin o'zim aqadiyman. Men bu yoshliqqa ishkanini bir narsa yetkizganim meni xato oldimi? Tuz yetkizmasa. Voy tuz yetkizib sen nimsan shuni yetkizib urmas qanday qilaman? Siz nima ursiz? Voy sen to'la gap qilma pulimni bera boshda. Xotin berdi. Ajab qo'rqmay chiqibsiz-ku. Qo'rqmay chiqibsiz-ku. O'zimni o'yi qachon chiqim kelsa chiqavermayman. Chiqaman. Faqat tushunmadim. Nima shu ko'nglingizni men bormi deysiz? Deysiz? Hey, ko'nglingizni bo'lsam, mana gap qilmay yuramsiz? Gap qilmay yurarsiz? Pul tiqmasingiz. Qavassingiz? Siz bamisiniz? Bamisiniz? Hey pul bersam men uyni qanday boqaman? Qanday boqamiz? Men uqmayman. Men uqmayman. Buraroq bamsiz. Buni sizga uchdim. Voy, men bek omroq. Voy, voy. Ey, men ishkilni bo'ldi qilamsizlar ya. Nima ha deb bersam, mening oldim suylarini chiqarib ketsizlar bir-birsinglarga. Voy, kimsin chiqibdi? Urush baransak jiqiq bilmayman adash. Voy, men sizga deb qo'yay, menda urush qilim odam lozim. Mana men uyda yolg'iz o'tirib urush aytsam, odam yo'q. O hayit bayram kunlariga bo'ldi, o'zim yolg'iz aynakka qarab o'zimni o'zim muboraklayman. O'shunda baxtli turmushing bo'larkan, chiroyli uying bo'larkan, chiroyli qo'shib tursang bo'lamdiki men uyni. Voy, xotin, men sizga dey. Mo'shunda kelishgan egiz, bexatarlik to'yish berolmaydigan mo'shunda bir akishini nereden topsiz? Ha? O yetim men sizga dey. Mo'shunda chiroyli ayolni siz nereden topsiz? Bu dötligingizga. Shunga gap endi mo'shinchilik bo'la, har ishning yo'li va velosipedning roli va. Men asta pulimni ilib mang'ayman-da. O'z bersin. Hay. Va pul. Va pul. Men kiraman deb. Va pulni berem. Adam yo'q. Hey, mat. İşkanlığı tetiyemmisem, ismimni yo'q kirdiman. Tez yo'llanmangiz. Endi nima bo'ldi? Xotin. Meni kechiring. Siz osmondek oy, men yerdagi loy. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Buningdan keyin men sizni bek qadrlayman, asrayman. Endi pul tiqadigan odatimni qat'iy qilmayman. Men sizni mengu so'yman. Dedi akam. Voy, mening oldimda yig'lamay kirikdan bo'ldi. Kim bu? Tez yo'llanmangiz. Ya satda ketmidingmi? Erim, men sizni bek yaxshi ko'raman. Men xato qildim. Endi men sizni harigiz puldan qismayman. Bank kartangizni sizga qaytarib beraman. Biz baxtli turmushimizni hozirdan boshlaylik. Ma'qul. Dedi acham. Erim, men xato qildim. Endi harigiz sizni puldan qismayman. Ha, xotin, mush gapingizni kifoya. Bo'ldi. Xotinlar arsa unda kechirim so'rash bo'lmaydi-ku, ha? Men ketib olgandan keyin nima ish qilsam qilamsizlar? Pulim beryapman. Ha, nima ish qilyapsiz? Mush sevgimni xotinimga eng oxir qitim bir qitim evet dedi. Voy, yo'q, mani evet qilolmaydi ekan bo'ldi. Voy, yo'q, mani oqitiga men egolanmayman. Voy, bo'ldi, pulni olmasam olmabman. Eng oxir qitim. Nima deb shursiz? Uni qanday evet qil bo'ldi? Xotin, undaqsa bekarni pul beramdi qonunga. Voy, bermasak bo'lmaydi. Xotin, ashdan bergan pulni men beraytira. Ha? Nimada? Ay.